Assalamu alaykum muhtaram televizor ko'rguvchilar. Ko'rib atqaninglar Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda mush bir hafta jarayonida radiomizda berilgan bir qism muhim xabarlarni takrorlab o'tamiz. Men Erkin. Men Gulchehra. Tibet ruhanida ise Dalai Lama 11-iyun Erkin Osiyo radiosini ziyorat qilib, axborotning demokratiyani ilgari surishdagi muhimligini ta'kidladi. 2008-yildagi Lhasa vaqasi, 2009-yildagi Urumchi vaqasi va bu yil ichidagi ikki Mo'ng'ulda yuz bergan krizislarni tilga olgan Dalai Lama radioning demokratiyani ilgari surishdagi rol haqida to'xtalib, mundaq dedi. Erkin Yevropa radiosi Berlin timining yiqilishidan muhim yordami bo'lgan. Hozir uchur to'plash burunqidan ko'p osonlashdi. Shunga turli cheklamalar sababli uchur erkinligi bo'g'ilgan xalqlarni tarbiyalash uchun qilayotgan xizmatinglarning favqulodda zo'r yordami tegadi. Hangzhouda o'qiyotgan 2 nafar Uyg'ur o'quvchi namoz o'qiganligi uchun bu yil 4 va 5 oylarda maktabdan haydalgan. Bu vaqtdagi xabarlarni Uyg'ur Biz Tori yurtlarda ta'til qilayotgan Uyg'ur o'quvchilardan egallagan. Xabarda bildirilishicha, bu 2 nafar o'quvchi maktabdan haydalganda maktab rahbarlari ularning haydalish sababini maktabdagi boshqa o'quvchilarga uqtirmagan. O'quvchilar oxiri 2 nafar saboqdoshining faqat namoz o'qiganligi uchun ularning qonunsiz diniy faoliyatlar bilan shug'ullandi deb jazolanganligini uqqan. Ural Altay tillari qalamkashlarining ilmiy muhokama yig'ini 1-iyuldan 8-iyulgacha Mo'ng'oliyaning poytaxti Ulan-Bator qatorliq bir qancha shaharda ilib berildi. Yig'in Mo'ng'oliya Davlatlik madaniyat akademiyasi va Xalqaro qalamkashlar jamiyati Uyg'ur qalamkashlar sho'basi qatorliq organlarining kuch chiqarishi bilan ilib berilgan. Tilshunos, yozuvchi va arxeologlardan tarkib topgan yig'in qatnashuvchilari ilmiy muhokamalardan keyin Mo'ng'ul yayloqlaridagi Uyg'ur tarixiy izlaridan belgi qolgan qabrgohi, Ko'ltegin Manguteshi va qadimgi Uyg'ur xalqi poytaxti Qora Balsag'un qatorliq joylarga ziyoratda bo'lgan. Yaqında aşkarlanışça Qashqa To'qqizaq nahiyasidan 50 nafar 5-chi emgak kuchi Saudiya Arabistonga elib berilib, qul o'rnida ishlatilgan. Vaqa yuz berganiga 10 yildan eshib qolgan bo'lsa-mu, vaqaning bu 50 Uyg'urga elib kelgan falokatlari texi hozirgacha tugamagan. Yuqorqi ma'lumotlardan qaraganda 1998-yili Xitoyning To'qqizaq nahiyasidagi hukumat amaldorlari bu 50 Uyg'urni Saudiya Arabistonda 6 oy haqsiz ishlatish orqali az deganda $300,000 pul topgan. Bu Uyg'urlar bo'lsa 6 oy haqsiz ishlagandan boshqa zakolat qo'ygan 15,000 so'm pulini ziyon tortgan. Ziyon buning bilan tugamagan. Ular safar ustida Pokistondan o'tganligi uchun Al-Qoidaga bog'lanib so'roqqa tortilgan. Saudiya Arabiston tuprog'iga dasganligi uchun diniy radikallik bilan ayblanib qamoqlarda yotgan. Uyg'ur elidan ziyoratimizni qabul qilgan Maryambu xonim va Abdusamad apandilar ikki o'g'li siyosiy jinoyat bilan ayblanib turmaga tashlangandan keyin bu oilaning beshiga kelgan og'ir qismatlar haqida to'xtaldi va navbatda o'z hayotidagi eng og'ir kunlarni o'tkazayotganligini bildirdi. Maryambu xonimning o'g'illari Gansu va Ningxia o'lkalarida Xitoy hukumatı tarafidan nashr qilingan diniy kitob va sinalg'u lentallarini saqlaganligi sababidan qonunsiz diniy faoliyat bilan shug'ullangan degan jinoyat bilan ayblanib qo'lga olingan. 2009-yili 4-oy mezgilida bularga davlatni parchalash jinoyati bilan ayrim-ayrim holda 10 yil va 3 yillik qamoq jazosi berilgan. Maryambu xonimning 3 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan o'g'li jazo muddati to'shib qo'yib berilgan bo'lsa-mu, lekin turmadan chiqqandan keyin ruhiy kasalga giribtor bo'lgan. İstanbul'un Uyg'urlar ko'p o'ltiraqlashgan Zaytunburun va Safakoy rayonlarida ayrim holda Uyg'ur tili sinflari ochildi. Bu sinflar Sharq Turkiston Ma'arif va Hamkorlik jamiyati ta'lim-tarbiya bo'limining uyushtirishi bilan ochilgan bo'lib, 4-iyul rasmiy dars boshlandi. Uyg'ur tili sinflarida asosligi Uyg'ur tili, diniy ta'lim-tarbiya va axloq darslari o'tildi ekan. Mazkur sinflarning mas'uli Mo'minjon bu sinf orqali bolalarni o'zining Uyg'ur ekanligini unutib qolmaydigan, o'zining tili va dinini qo'g'daydigan ong saviyada yetishtirishni maqsad qilganligini bildirdi. Xitoy mamlakatlik siyosiy kengashining bir tekshirish guruhi yaqinda Uyg'ur rayonining Ili, Qashqar, Bo'rtala va Altay qatorliq joylarda tekshirish olib borgan bo'lib, Uyg'ur rayonining mangulik amilligiga erishish uchun musofining texi uzun ekanligini bildirgan. Xalq to'rida oshkorlanishicha, bu o'mak tekshirish oxirida tayyorlagan dokladda Uyg'ur elidagi asonliq millatlar o'ltiraqlashgan rayonlarda nomrodlikning yanada intoin og'ir ekanligini, agar alayda siyosat yurgizilmagan taqdirda Uyg'ur rayonining mangulik amilligini ishga oshirishning tez ekanligini bildirgan.
Janubiy Sudan 9 iyul rasmiy mustaqillik jakalab tunji qitim davlat bayrog'ini chiqardi. Minglagan Janubiy Sudan ammasi va dunyoning har qaysi joylaridan kelgan hukumat amaldorlari Janubiy Sudanning poytaxtida bayram tantanasiga jo'r bo'ldi. Janubiy Sudandagi qartallik qabilalar o'tgan 50 yilda Shimoliy Sudandagi arablarni asos qilgan hukumat doiralari bilan ikki qitim ishga urush qilgan. Birleşken Devletler Teşkilatı 13 iyul karar çıkarıp Janubiy Sudanның a'zoligini qabul qildi ve Janubiy Sudanның bayrog'ini Birleşken Devletler Teşkilatı baş shtabida chiqardi. Möhtərəm televizor kögüçülər, yuqorida Erkin Asiya Radiosu To'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.